Sotuvlar. Sotuvlar bo'limini ko'radigan bo'lsak, bu yerda buyurtmalar, sotuvlar va mijozdan qaytishlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi buyurtmalarni ko'radigan bo'lsak, buyurtmalarda odatda bizni mijozlarimiz oldin ma'lum bir miqdorda bizga buyurtma berib, oldindan qanchadir miqdorda oldindan to'lov qilib qo'yishi mumkin va o'sha buyurtma agarda bizda ayni paytda mahsulotlar bizda yetarli bo'lsa, uni shu zahoti yoki ma'lum bir muddatdan keyin chiqarib berishimiz mumkin yoki mijoz bizga ma'lum bir tovardan ko'proq miqdorda buyurtma berdi, ammo ayni paytda ushbu mahsulotlar bizga yetarli emas. Bunaqa holatlarda ham avval biz mijozdan buyurtma qabul qilib olamiz va bir hafta yoki 10 kun ichida, ma'lum bir muddat ichida ushbu mahsulotlarni biz o'zimizni omborimizda yig'ib, biz mijozimizga yig'ib, sotuv qilib jo'natib yuboramiz. Shunday holatda buyurtma yaratishimiz mumkin bo'ladi yoki boshqa holatlarda ham hamma o'ziga xohlagan yo'nalishlarda ishlatishi mumkin. Buyurtma yaratish uchun sotuvlar bo'limida buyurtmalarga o'tamiz. O'ng burchakda buyurtma qo'sh tugmasini bosamiz. Mijozimizni tanlaymiz. Jakobo Ramon bizga 2 million qarz ekan. Bizga yana buyurtma beryapti. Unda buyurtmalarda e'tiborli jihati, unga biror bir mahsulotimizni biz zaxiralab qo'yishimiz mumkin. Meva, olma 1 litrligidan 500 ta dona bor. Agarda biz ushbu buyurtmani zaxiralab qo'yadigan bo'lsak, misol uchun 10 blok olyapti. Mana shu 120 tani biz hech kimga sotmasdan ushbu mijozimiz uchun muzlatib qo'yamiz. Ya'ni sotuvda bu buyurtmani biz muzlatib qo'yganimizdan keyin sotuv paytida bizda ushbu mahsulot 480 ta sotishga mumkin bo'lgani 480 ta chiqadi. 120 tasi Jakobo Ramon uchun muzlatib qo'yilgan bo'ladi. Buni mahsulotni zaxiralab qo'yish yoki qo'ymaslik o'zimizning ixtiyorimizda. Ya'ni bu mijozimiz mahsulotni agarda olmaydigan bo'lsa yoki boshqa mijoz chiqib qoladigan bo'lsa, biz bemalol ushbu meva, olma 1 litrligimizni sotib yuborishimiz mumkin deydigan bo'lsak, zaxiraga olmay qo'yaveramiz. Yoki keyingi variant emas, 50 blok, ya'ni 600 ta dona so'rayapti. Bizda esa ayni paytda bor yo'g'i 500 dona mavjud. 50 blok 600 ta donani biz yetkazib berish uchun undan buyurtmani qabul qilib olishimiz mumkin va ayni paytda bizda ushbu buyurtmadan 600 tadan faqatgina 500 tani chiqarib yubora olamiz. Shunday paytda biz buyurtmani ustiga bosib, sotuv yaratishni bosgan paytimizda buyurtma 2 asosida sotuv yaratilyapti. Bizda 500 ta bor, 600 ta sota olmaymiz. Saqlashni bossak, omborda yetarli emas deyapti. Buni biz 40 taga tushirishimiz mumkin yoki aynan dona bo'yicha qiladigan bo'lsak, 500 ta dona hammasini sotib yuborishimiz mumkin. Lekin bizda tugab qolmasin, shunchaki 40 blok chiqarib yuboraylik. 480 dona bizda 20 ta omborimizda qoladi. Bizda hamma mahsulotlar hozircha faqatgina asosiy omborda mavjud. Qolganlarida ham yig'ib berishimiz mumkin. 500 ta, 70 ta, 40 tani, 610 tani yig'ib berish uchun 480 ta birinchi ombordan va yana 120 ta kerak. Unda yetmay qolar ekan. 500 tani birinchi ombordan chiqarib yuboraylik. Saqlashni bossak, ushbu buyurtmamizdan sotuv amalga oshirildi. 600 tadan 500 tasi jo'natib yuborildi. Bu sotuvlar bo'limiga tushadi. Jakobo Ramon uchun va qarzdorlik ham yoziladi. Buyurtma olgan paytimizda buyurtmada qarzdorlik yozilmaydi, faqatgina uning uchun mahsulotni biriktirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi qolgan mahsulotlarimizni yana 100 tasini boshqa omborlardan ham to'plab berish uchun sotuv yaratishni bosib, asosiy omborni emas, do'kon 1ni bosamiz va do'kon 1dan mijoz so'ragan 100 tadan 70 tasini chiqarib yuboramiz. Saqlashni bossak, bunisi ham ketdi. 600 tadan yana 30 ta qoldi. Yana sotuv yaratish qilib, asosiy omborimizda yo'q. Do'kon 2 Yunusoboddan ham 2,5 blok yoki 30 ta donani biz mahsulotni chiqarib, ushbu mijozimizni buyurtmasini to'liq qoplashimiz mumkin bo'ladi, har bitta ombordan sotib. Saqlashni bossak,
Bu 600 ta dona buyurtmani hammasini yetkazib berdik yoki agarda o'zimiz omborlarimizda yetmagan holatda boshqa aaa, ta'minotchilarimizdan xarid qilib bo'lsa ham yetkazib berishimiz mumkin yoki buyurtmani to'liq sotuv qilinganligini hammasini 100% qilish yoki qilmaslik bu o'zimizga bog'liq. Ya'ni bizga 600 blok, 600 ta dona mahsulot buyurtma qildi, ammo bizda 500 tagina bo'lgan bo'lsa, 500 tani o'zini sotib, 100 tani yetkazib bera olmasligimizda ham mijozimizga aytib qo'yishimiz bu o'zimizning ixtiyorimizda. Sotuvlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ushbu buyurtmadan hosil bo'lgan sotuvlar 3 ga bo'linib tushdi. Buyurtmalar qisqacha shundan iborat. Bundan tashqari, bir vaqtni o'zida bitta ombordan bir necha ombordan buyurtma bo'ladigan bo'lsa, buni omborlar bo'yicha buyurtmalarga ham bo'lib tashlashimiz mumkin. Buning uchun sozlamalarga o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha buyurtmani olgan paytimizda, sotuvlarni ombor bo'yicha bo'lib tashlash qilgan paytimizda bo'lsa ekan, sotuv buyurtmalarini omborlar bo'yicha avtomatik ajratish. Buni ham qo'llab ko'ramiz. Endi buyurtmalar olgan paytimizda boshqa mijozdan buyurtma olaylik. Fran Garcia deganidan 100 tani asosiy ombordan va Silverdan, do'kon bir Charsudan 10 ta donasini oladigan bo'lsak, bu bir vaqtda ikkasi ikkita ombordan va do'kon birdan yana bitta olaylik. Bundan ham 10 ta. Bu 2 va 3 raqamli mahsulotlar bitta alohida buyurtma. Asosiy ombordagisi esa alohida buyurtma shaklda 2 ga bo'linib serverga tushadi. Saqlashni bosadigan bo'lsak, mana 2 ga bo'linib omborlar bo'yicha alohida taqsimlanyapti. Agarda siz har bitta ombor masofasi uzoqroq bo'lsa va alohida bo'lib yig'ib berishlarini xohlasangiz, buyurtmalarni bo'lish funksiyasini ham ishlatishingiz mumkin. Va bularni ham xuddi shunday alohida sotuvlarga o'tkazasiz. Bu do'kon bir Charsudagi bor mahsulotlar. Bunisi Frans Garcia asosiy ombordagi 100 dona bor mahsulotni alohida ikkiga bo'lib yuboryapmiz. Buyurtmalar shundan iborat.